Nimadir yaqinlashyapti. Biz to'xtata olmaydigan narsa. Va kun oxirigacha biz tasavvur qilib bo'lmaydigan narsaga duch kelamiz. Men buyuk jangchilarni bilganman. Ular barchamizni birga olgandagidan ham ancha kuchliroq edilar. Ular halok bo'ldilar. Ular men ancha kamroq qo'rqqan dushmanlar va xavf-xatarlarga qarshi jangda halok bo'ldilar. Agar biz birlashmasak, ularning qurbonliklari behuda ketadi. Mayda-chuyda tortishuvlaringizni unuting va haqiqatni qabul qiling. Agar jangda omon qolsangiz, aka-uka va opa-singillar sifatida qaytasiz. Lekin yodda tuting. Bizga mo'jiza kerak bo'ladi. Salom Tor. Bo'lishi mumkin emas.